Hürmetli vatandaşım, endi ma tövendeki leksiyamizga diqqat qiling. Bu leksiyaga diqqat qilganda siz bilan biz bir diqqat qilgan vaqtda, bunga men o'zimcha bir hayron qoldim. Oxirida bundan qanday xulosa chiqarishni hozir bilmay turyapman o'zim shaxsiy baho berish kelgandan sizlar bilan muhokama qilishamiz. Hozir biz shu 1-2 oydan boshlab Jungo Amerika o'rtasidagi savdo masalasi to'g'risida so'zlab kelyapmiz. Buningda bu xabarda hozir Amerika bilan Jungo mavzu mundaq. Jungo Amerika savdo sirkilishining manbai. Jungo 17 yil burun bergan va'dasini ishga oshirmadi. Mana shu mavzu qo'yilibdi. Demak, bu mavzuliq maqola 3-oyning 27-kun Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Avtori Say Junkoy. Biz buningda Amerika bilan Jungo o'rtasidagi savdo sirkilishi, savdo urushi, savdo mojarosi deyilganlar, savdo suhbati deyilganlar zodi nima? Shuni tushunib olamiz. Mening vatandoshim hayron qolasiz. Burungi siyosiy ko'z qarashlarimiz balki biroz o'zgarishi mumkin. Biz bunga hayron qolamiz. Hayron qolasiz. Siz meni anglab qo'ying vatandoshim. Say Junkoy maqolasi mundaq boshlaydi. 3-oyning 23-kuni Beijing vaqti saharda, Amerika Sharq vaqti 3-oyning 22-kuni tushda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Oqsaroyda prezident eslatmasiga imzo qo'yib, ya'ni 301-modda bo'yicha tekshirishning natijasiga imzo qo'yib, Jungodan import qilingan mahsulotlarga keng ko'lamda tamojda beja qo'yish ve Jungo şirketlerining Amerikaga mablag' selishini ve Amerika şirketlerini qo'shib setib olishini cheklash, boj qo'yish so'mi miqdorini 60 milliard dollar chamasiga yetkazishni qaror qildi. İnkar qilishga bo'lmaydi-ki, deydi avtor. Bu ish prezident Trumpning saylan mezgilida bergan va'dasini amaliylashtirish bo'lib hisoblanadi. Saylovchilarga bergan va'dasini prezident bo'lib saylangandan keyin prezident Trump amalga oshirishi kerak edi. Jungo Amerika o'rtasidagi savdo talash tortishi Jungo diqqati 2001-yili Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan kundan, ya'ni Jungo Amerikaga bergan va'dalarini qanchalik ishga oshirdi deb savol qo'yilgan kundan boshlanadi. Yani Jungo Amerikaga bergan va'dalarini qanchalik ishga oshirdi deb savol qo'yilgan kundan boshlanadi. Jungo bergan va'dasini zodi qanchalik ishga oshirdi? Masalan, Dunyo savdo tashkiloti kirdi, imzo qo'ydi. Shu vaqtda bergan va'dasini hozirgacha qanchalik ishga oshirdi? Sobiq prezident Clinton, sobiq prezident George W. Bush, sobiq prezident Obama vazifa o'tagan mezgilda Jungo Amerika yuqori qatlam rahbarligi bu to'g'rida qancha qatam suhbat o'tkazdi. Masalan, sen Dunyo savdo tashkiloti kirding, bu savdoning savdo qonuniga amal qilamsan yo'q degan masala bo'yicha yuqorqi prezidentlar qancha qatam suhbat o'tkazdi. Sobiq prezident Obama davrida Jungo, hatta Jungoning strahvaniya, banka ve zayim paychak pul muomala sohalarida chet el kapitaliga qo'yilgan cheklimini bekor qiladiganligi to'g'risida va'da berdi. Diqqat vatandoshim, bu 17 yildan burungi bergan va'dasini prezident Obama davri bo'lsa 15 yil deb qo'yadi. 15 yildan keyin yana prezidentga shunday va'da berayotgan gap. Sobiq prezident Clintonga, kechiring, sobiq prezident Obamaga yana shunday va'da berayotgan gap. Demek bunu izchil icra qilmay Jungo hukumati 15 yil, 14 yil o'tgandan keyin sobiq prezident Obama hukumatiga men icra qilaman deb va'da berayotgan gap. Ko'rdingizmi? Nimani ko'ryapsiz hurmatli vatandoshlar? Demak, sohalarda chet el kapitaliga qo'yilgan cheklimani bekor qiladiganligi to'g'risida va'da berdi. Oxiri qanchalik ishga oshirdi? Demak, prezident, sobiq prezident Obama davridimi bu va'dasini ishga oshirmadi Jungo degan. Hatta bergan va'dasini tavritib, mudirlatib qo'ymadi. Alayshar. Qaltis gap shuna do'stim. Prezident
Trump Aksaray'a kirgandan keyin Jungo 100 kunlik plan topshirib, Amerika hukumatiga va'da berib, bozorni ochib etib, Amerikaning kala go'shtini import qiladigan bo'ldi. Lekin ijro qiladigan vaqtda nurg'unlagan cheklamalarni qo'yib, import qilingan kala go'shtining bozordagi parcha sotilish bahosi Amerikada parcha sotilish bahosidan yuqori. Jungoning bozorida Amerikada sotilish bahosidan yuqori. Hatto o'xshash kala go'shtining bahosidan yuqori bahoda bozorga chiqarildi. Bu degan gap, men Amerikaning kala go'shtini import qilmayman degan gap. Demak, bozorda men buning bahoni yuqori qo'ysam, xalq ololmaydi. Natija nima bo'ldi? Jungo fuqarolari bu go'shtni, kala go'shtini, Amerikaning kala go'shtini sotib ololmadi, qozonda qo'rib yeyolmadi. İste'mol qilolmadi. Amerikadan kala go'shtini import qilishning miqdori bundaq ahvolda zada qanchalik bo'ladi? Dikkat kılın ey vatandaşım ey. Hazır bu işni adaletsizlikte Amerika'nı o bula ayıplayatkan buluşu mümkün kırıp yakınlar. Dünya Savdo kanunu bu içi. Üzerine belge verden bu içi ma işini kıl dese. O verdini iş kaşırımı sevdi. Cungun nim baldı? Mutehemnin bulmandı vatandaşım. Mutehemi yüzünün kelilliğinden eğer yüzüge bilgiz çıksa bir tam kan çıkmaydıgan devlet diye. Yani davamlaştırımız makalımız, yani kıskartıp davamlaştırganda bu sizlerge bizge tanıştık bo'lgan bir misalni, yani şu makaldan keltireyli. Ben manda bir cümle koydum. Sizge bizge tanıştık bo'lgan bir misal degende, hazır siz bilen biz bu felsefi ve kanunluk maddeler içindeki bu Suudi iki devlet oturuş Suudi münasebetini siz zavirgeçe aytganda siz biz qanchalik tushunamiz, bunun o'zi bir gap vatandaşım. Sizge bizge tanıştık bo'lgani nima? Masalan, uçur aloqa internet meselesi. Bunun da Jungo'nun nima qilganligiga diqqat qilib keltirayli. Alim professor Zhou Fangzhou. Bu Zhou Fangzhou'ni hozir yuqorqi Saykuy efendi naql elavatadi Zhou Fangzhou degan. Zhou Fangzhou efendi maqola yozib bundoq ko'rsatdi. Amerika biz Jungo'ga bergan va'damizni ishga oshirdik deb hisoblaydi. Rost. Amerika Dünya Savdo Tashkilotiga kirgan bir davlat sifatida Jungo'ga bergan va'dalarining hammasini ado qildi deyli. Hozir Zhou Fangzhou nima deydi? Biz bergan va'dalarimizni ishga oshirdik deb o'ylaydi Amerika deydi. Balki import qilingan mallarga tuvan hisobot birligida bajaladi. Lekin Jungo har xil savdo qo'rg'onlaridan foydalanib, yuqori normada boj qo'yish yo'llaridan foydalanib, Amerika tovarlarining Jungoga eksport qilinishining yo'llariga taqobil turdi. Demak, bir jumla aytsangiz, Jungoning mallari bozorga azan kirdi. Ammo Jungoning Amerikaning mahsuloti bozorga, Jungo bozoriga o'zi azan bahsi kirolmaydi. Tamojin beji yuqori qo'yildi. O'tirda kelishim bo'yicha, yoki moddalar bo'yicha emas. Jungo Amerikaning tovarlari Jungoning bozoriga kirishiga yuqori normada boj qo'ydi. Va shu orqali taqobil turdi. Masalan, Amerikaning raqobat kuchiga ega kinolari, san'at buyumlari, bizlar tanishdik deganim mana shu. Shuni bilamiz-ku, biz Uyg'ur roman o'qishni, kino ko'rishni bilamiz-ku mana shu. Amerikaning raqobat kuchiga ega kinolari, san'at buyumlari, madaniyat mahsulotlari, dori darmaklari, mashina, yuqori texnikalik mahsulotlari, banka, zayom, paychek, strahvaniya, pul muomala sohalarining Jungo bozoriga kirishiga nihoyat yuqori normada boj qo'yib, tekshirishni yo'lga qo'yib, balki Amerikaning texmi zo'r raqobat kuchiga ega internet, masalan Google, Facebook, Twitter, Instagram, internet qatorliq internet matbuotlarining Jungo bozoriga kirishini butunlay qamal qildi.
Bu 17 yıl burun belge verdi iken bugün Facebook, Google degan Amerika'nın bu şirketleri mesela kino, sanat buyumları. Onların rekabet gücü degan vaqtida sizlerle kızıl ayollar qo'shini degan kinoni ko'rmaysizlar, hurmatli vatandoshlar. Faqat so'nggi onu ko'rasizlar Jungoda. So'nggi onu ko'rasizlar, qizil ayollar qo'shinini ko'rmaysizlar. Uning ustiga bu Amerikaning kinolari, san'at buyumlari kirdigan bo'lsa, demak qizil ayollar qo'shini bilan Amerika kinolari o'rtasiga raqobatda Amerikaning kinolarining raqobat ustun o'rnida turadi. Jungo fuqarolarining hammasi Amerikaning kinolarida ko'radi. Qizil ayollar qo'shinini ko'rmaydi-da. Shundaqmi ya? Siz biz beşimizde o'tkazgan ishlar bu. Uyg'urlarning ko'rdigan so'mukon. Qizil ayollar qo'shinini mi ko'rmaydi? Demek bu raqobatda Amerikaning kinolari yuqoridan internet torbetlari bu ishlarning Jungo bozoriga kirishini yuqori darajada qamal qildi. Sen 17 yil burun qo'l qo'yding. Bu kirishi kerak deding, xo'sh. Bugun 17 yil o'tdi, taxa bu shirkatlar Jungoning bozoriga kiramadi. Bozoriga kirish bu yoqda olsun bu shirkatlar aning mablag' soladi ekan. Masalan, Jungoning hozir ikki cho'ng shirkati deyli, mushunga oid Tencent, Shillang deydigan ikki cho'ng shirkati bor mening bilishimcha. Demak, Amerikaning bu shirkatlari Jungoga kirsa shu Shillang, Tencent deydigan shirkatlarga mablag' solishqimi? 17 yil burun va'da bergan gap bugun nima? Bu shirkatlarning Jungo bozoriga kirishini qamal qildi. Bu demek Amerikaning raqobat kuchiga ega shirkat va mahsulotlarining Jungo bozoriga kirolmaganligiga barobardir. Aksi Jungoning tovar mahsulotlari Amerika bozoriga to'salg'isiz kiralaydi. Bir jumla so'z. Amerikaning mahsulotlari Jungo bozoriga kirolmaydi yuqori sabablar. Ammo Jungoning mahsulotlari Amerika bozoriga kiralaydi. Konkret misol mundaq: aloqa internet mulozimati, mulozimatga izlanish. Dünya Savdo Tashkiloti kirgandan keyin Shanxay, Guangzhou, Beijing qatorliq shaharlarda birlashma shirkatlarda, masalan, Tencent bilan qaysi birlashdi degandek, birlashma shirkatlarda chet el shirkatining 30% pay chek haqqi bo'ladi. 17 yil burun qo'ygan qalam, imzo. Bir yil o'tgandan keyin Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shenyang, Shenzhen, Xiamen, Xi'an, Tayvan, Wuhan, yana boshqa shaharlarda Urumchi yo'q, Lixosa yo'q. Chunki bu axborot o'rnida, vatandoshim, bu axborot. Bu internet masalasi. Yani Urumchilar Lixosa nima ish qildi bu? Mushu shaharlarga bir yil o'tgandan keyin chet el kapitalining paychilik huquqi ham qatnashtirilib, ham kirishga ruxsat qilib, paychek huquqi 49%ga qilinadi. Demak, chet el shirkat